4 şirketning o'rtaq qurg'uvchisi professor. Bir tijoratni boshlash uchun sun'iy aqldan qanday foydalanamiz? Siz yangi bir savdoni boshlashni o'ylayotgan bo'lsangiz, buning uchun qanday qilish kerakligi to'g'risida fikr maslahatga ehtiyojingiz bo'lsa, qiladigan tunji ishingiz ChatGPT qatorliq sun'iy aqlga murojaat qilish bo'lishi kerak. Yuqorqisi korxonachilik to'g'risida 4 parcha kitob yozgan Steve Blankning tashabbusi. Steve Blank 20 yil ilgari pensiyaga chiqqan professor bo'lib, u pensiyaga chiqishdan ilgari o'xshamagan 8 texnologiya shirkatining qurilishiga yordamchi bo'lgan bo'lib, bu shirkatlarning 4'ini boshqalar bilan sheriklashib qurib chiqqan. Uning eng oxiri sheriklashib qurgan programma yozish shirkati Epiphany'ni SSA Global Technologies shirkatiga $329 million sotgan. Blank navbatda Stanford universitetida dotsent bo'lib ishlamoqda va dars bermoqda. Blank yillardan beri o'quvchilarga va o'zi maslahat berayotgan korxonachilarga o'zidan maslahat setib olish mumkinchiligi bo'lgan mushtariylar bilan suhbatlashish, ularning istaklaridan xabardor bo'lish va mumkinchilik ostidagi ishlarni buningga yarasha bir taraf qilish uchun sinf yoki ishxonaning sirtiga chiqishni tavsiya qiladi. Steve Blank amdilikda bo'lsa, sun'iy aqlning yangilik yarata oladigan texnologiyasining bu jarayonni texmo unumdor holga kelib kelaoladiganligini bayon qiladi. Sun'iy aql siz qiladigan har qanday ishda kuchingizga kuch qatadigan quroldir, deydi Steve Blank. Sun'iy aql sirtda qayerga berishingiz kerakligini, balkim boshqa har qanday vositadan bakroq tez suratda tepishingizga yordamchi bo'la oladi. Bir tijoratni boshlash haqida o'ylanayotgan bo'lsangiz, ChatGPT degandek biror sun'iy aqldan mundaq bir fikrim bor. Buni biror qilib boqdimi? Qilgan bo'lsa, bu fikr nimishqa kerak kelmadi? Bu tijoratni qayerda qilsam eng yaxshi bo'ladi degandek savollarni so'rasangiz bo'ladi. Bozor ahvolini egilashdan keyin buningdan xulosa chiqarishga qadam ilishingiz bilan birga, ba'zi sun'iy aql suhbat mashina odamlari siz uchun bir butunlik ega tijorat plani yozib bera oladiganlik uchun sun'iy aqlga murojaat qilishingiz oqilanalikdir. Blank ChatGPT qatorliq sun'iy aql suhbat mashina odamlarining sizni sayyora ishlaydigan savdo maslahatchisiga hojatman bo'lishdan qutqizib qoldiganligini, sizga minglarcha dollar iqtisodni tejab bera oladiganligini tavsiya qiladi. Blank mundaq deydi: O'tmishda sizga savdo jihatda maslahat berish uchun sizdan $10,000 talab qilgan savdo maslahatchisi mana bugun konubka taxtingizda sizga haqsiz xizmat qilishga tayyor. Sun'iy aqlning qusurdan xoli emasligini qayd qilgan Blank mundaq deydi: Sun'iy aqlning bergan javoblari 10% dan 50% gacha sapsatidan xoli emas. Javoblarda xato bo'lish ehtimoli doim mavjud. Siz qaysi javobining xato ekanligini bilolmaysiz. BBC'ning yaqinda ilib borgan bir tadqiqotida sun'iy aqlning xabarlarga aloqador savollarga bergan javobining tang yarmining xato ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Blankning qarashicha, garchi berilgan javoblar mukammal bo'lmasa-mu, lekin bir tijoratni nadan boshlashni bilmay gangirab qolgan kishilar uchun sun'iy aqlning bergan javoblari bakmi qimmatlik va foydali hisoblanadi. U sun'iy aqldan uchur egilaydigan kishini pat-pat tetiqsiz joylab qo'ydigan, ammo intayin aqlliq bir do'sti bor kishiga o'xshaydi deb sifatlaydi. Sun'iy aqlning hamma tavsiyalari mukammal bo'lmasligi mumkin. Lekin u sizga o'zingiz har qancha qilsangizmi o'ylab yetolmaydigan ba'zi nuqtalarni tavsiya qila oladi. Blank mundaq deydi: Sun'iy aql sizga sungan hamma narsani o'z bit qabul qilsangiz, hangdan do'malab tushib ketishingiz mumkin. Lekin sun'iy aqldan so'ralgan ish ilgari siz qilib boqmagan, hech qanday tushunchangiz yoki tajribangiz bo'lmagan bir ish bo'lsa, bu holda u sizga qaltis fikrlarni aytib berishi mumkin. Blank sun'iy aqldan bir necha oddiy savollarni so'rashingizni tavsiya qiladi. Masalan, X shirkatini qurishni o'ylashyapman. Men biror tijorat modeli tavsiya qil. Tunji xaridorim kimlar bo'lishi kerak? Qaysi ishga hammadan bak ahamiyat berishim lozim? Degandek oddiy savollar. Sun'iy aql fizikalik shakldagi bozor ahvolini kuzatishning o'rnini ola olmaydi. Ishni yangidan boshlamoqchi bo'lgan kishi sun'iy aqldan foydalansa bo'ladi. Blank sun'iy aqlning hargizmo planlovchi kishining sirtqa chiqib fizikalik tekshirish, tadqiq qilishni yo'q qilib etolmaydiganligini bayon qiladi. Siz mayli qaysi tijoratni qiling, atlab o'tib ketishingizga qat'iy bo'lmaydigan ikki savol mavjud. Sizga bu savollarning javobi lozim. Savol shuki, birinchisi, mening xaridorlarim kimlar? Ikkinchisi, ularning hojati nima?
Blankning qarashicha, bir sodi fikriga binoan ishni boshlashdan ilgari yuqorqi ikki savolga javob tepish bek muhim. Chunki bu savollar bir tijoratning asosini va kuchini o'ttirg'a qo'ydi. Bu savolni qo'ymaslik yangi bir shirkatni u tex faoliyatga o'tmasdan vayron qilib yetadigan cho'ng xatolikdir. Blank yana tijorat boshlash o'yi bor turuqliq, sun'iy aqldan foydalanishni xohlamaydigan kishilarning o'zini muayyan salbiy holatga tushirib qo'ydiganligini bayon qiladi. Blank mundaq deydi: qo'lida sun'iy aql bo'lgan biri bilan raqobatlashishni xohlamaysiz. Chunki ular o'zlariga maslahat berayotgan 20 kishilik maslahatchilar guruhining aqli bo'yicha ish qilayotgan kishidek ish yurgizadi. Sun'iy aql bir tijorat fikrining mumkinchiligini sinov qilish bilan birga gangrab qolgan tijoratchilarning o'ziga mablag' solg'uchi izlash, idoriy vazifalarni o'rindash va to'rbat loyihalash qatorliq taraflarni bartaraf qilishga yordamchi bo'ladi. Blank yana mundaq deydi: agar siz sun'iy aqlni bir qurol sifatida ishlatishni xohlamasangiz, buningda hech gap yo'q. Chunki sizning muvaffaqiyat qozonishni xohlamasligingizni hech kim to'sib qala olmaydi.